Amerika Avam Palatasının ishki rahbari Tayland baş elchisiga maktub yozdi. Amerika Avam Palatasının ishki Cumhuriyetçi rahbari Taylandning Washingtonda turishliq baş elchisiga maktub yozib, Tayland hukumatining 48 nafar Uyg'ur musafirga munosabatli qarorlarini qayta o'ylashini va ularning bexatarligini qo'g'dishini talab qilgan. Amerika Avam Palatasi Tashqi ishlar komitetining raisi Brian Mast bilan Sharqiy Osiyo ve Tinch Okean Tarmoq Komitetining raisi Yong Kim 31 yanvar kuni Tayland baş elchisi Suriya Chindan Wonsiga yozgan maktubida Uyg'ur musafirlarining Xitoyga qaytarib berilish xavfidan qattiq andish qilganligini, agar ular Xitoyga qaytarilsa, qiyin qistoq, hatto o'limga mahkum bo'lish xavfiga duch kelganligini bildirgan. Maktubda ogohlantirilishicha, Xitoyning Xinjiangdagi atalmish qayta tarbiyalash lagerlariga kishilarni xohlagancha qamash, majburiy emgak, majburiy tug'mas qilish, Uyg'ur madaniyat meroslariga buzg'unchilik qilish qatorliq bostirish siyosati kishilarning erkin yashashini imkonsiz holga keltirib qo'ygan. Maktubda yana navbatda Uyg'ur musafirlarining qonuniy aniqsizlik ichiga tushirib qo'yilganligi, ularga qilingan muomalning xalqaro o'lchamlariga xilof bo'lib qolmay, Tayland uzundan beri amal qilib kelgan insonparvarlik prinsiplariga xilof ekanligi aytilgan. Oxirida biz Tayland hukumatidan bu 48 Uyg'urni bexatar ham izzat hurmati bilan yashaydigan 3-bir davlatga o'g'irlashiga kafolatlik qilishini talab qilamiz. Shubhisizki, bu Amerika-Tayland munosabatini kuchaytirdi deyilgan.